Assalomu alaykum qadrli baland tomoshabinlar. Nabijon Nurmatov Live kanaliga xush kelibsiz. Ya'niki bugun biz ittifoqda, kolxozobod ittifoqda nazardalni qarang. Pishib yotiri. Nimaga deganda bir daraxtda payvand bo'lgan ikki xil zardali. Biri maydasi pishyapti, ikkinchisi katta zati zardali. Keyin zardaliga kelayotgan bo'lsak, zardali yerda to'gilib yotibdi, buni qarang. Keyingizlar zardalni olib keting. Jeng absolyutno bizda bepul. Chunki isirgarchilik juda ham ko'p. Jiyatgan odam yo'q. Masalan, buna karshishga ham, qavla birovni karshishga ko'rsatdik. Qishloqda dehqonchilik karshishga bo'lyapti. Qaysilarga keltirib davom etamiz. Qashiramiz. Dalshi, handili. Qishloq yana qachon videolar qanotini aytib bermoqchimiz sizlarga, ya'niki handilikdan boshlaymiz. Mana pomidor. Buni handilikni ujata 4-5 kunda uje handilik pishadi. Yaqinlari sarg'ayib, uje to'rlab yaxshi ahlida bo'lib qolgan. Ya'niki mana bunday kelamiz, buni handiliklarni ko'rsatamiz. Buni handilik yaqinlashdi. Buni qarang, uje bular 4-5 kunda pishadi, uje to'rlab qolgandan mana shuni hammasini handilik bilan qishloqda kamrak egilaydi o'zingiz uchun. Mana shundan handilikda bilan nosini ham ko'rsatamiz. Yaqinlashdi. Chertmaydi deydi. Bunaqa endi biz prosta sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Oldingapga. Mana shu handalik. Shunga sizlarga bir chekkadan ko'rsatyapmiz. Buna deya buğday ham o'rilish kerak. Pashti buğday pishgan. Arpalar davonar ya'niki bizni pishib bo'lgan arpalar. Endi buğdayga kelsak, buğday ham qarang, 90% buğday pishgan. 95% desak ham bo'ladi. Ziyatmas 3-4 kunda to'l pishib qoladi. Issiq zo'r. Buna pomidor. Mana ko'rasizlar. Bular pomidorni ham bir ko'rsatamiz. Hali pomidor pishgan yo'q. Oldidan akka bir ko'rsatamiz. Mana shu pomidor. Mana patvilonka masalan, ana badrim buni. Bular anoda bez patvilonka. Badrim. Bu badrimlarni kunga terib yeyilyapti. Yana bitta jeb ko'rsatayapmiz. Bismillah. Bunga patvilon qarang. Endi bu nima deydi? Tozalikqa juvish kerak, bismillah. Dalshim yoqda limon bor, yoqda ko'rsatamiz. Bu yoqda ham limon ekan, bu yoqda ham ko'rsatamiz. Mana bu ham limon. Franshiya. Xullas, agar bizning videolar ma'qul kelgan bo'lsa, ayamay bitta like, obuna bo'ling. Kommentariyani chiroyli tarzda yozib qoldiring. Qarshigani ko'rsatmaydi qo'llagan. Qarshiga ham boradi. Tolish kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zi bu ko'rsatmaydi.